Yaqinda kartasiga pul tashlab berganman. Jannatni onamni yozdirib berdim. Sanatoriyga olib bordim. Tug'ilgan kuni o'tdi-da, borolmadim o'qishim bilan. Ko'ylaklarni hammasiga to'lab berdim. Menimcha kecha endi yaxshi ko'rishimni aytganman, sog'inganimni aytdim. Onangiz uchun oxirgi marta qanday yaxshilik qildingiz? Oxirgi marta shu tug'ilgan kunida narsa olib berdimda. Sirmasini oldingiz. Uzuk. Yaqinda kartasiga pul tashlab berganman. Zarur bo'lgani uchun pul tashlab berishgan. Onamga ham sovg'a olganman. Xudo xolasa 2 kundan keyin uyga boraman, ona qilib beraman-da. Chunki kecha 23-kuni tug'ilgan kuni o'tdi-da, borolmadim o'qishim bilan. Shunga endi xudo xolasa 2 kundan payshanba kuni ham hayitlik qilib beraman sovg'amni. Sanatoriyga olib bordim. Ну, нормально, да? Нормально, да. Для здоровья. Materialniy tomonlama bir hafta oldin, nima tomonlama bo'yicha, og'zaki tomonlama bo'yicha kecha endi yaxshi ko'rishimni aytganman, sog'inganimni aytdim. O'zim viloyatdan kelganman, Toshkentga. Telefon qilib sog'inganimni aytsam, xursand bo'lishardi hamma. Endi yaxshilik deganda понятие обширное. Oxirgi marta nima deyishim mumkin? Juda yaxshi savol berdingiz. Tak. Aytganlarida o'sha qildim-da. So'rovdilar. Da, shunaqa bo'lsa kerak. Yaxshilikdan bilmasam, ko'p yaxshilik qilganman. Ishlarning licheniyasini to'laganman. Eng oxirgisidan. Да. Устроился на работу. Kecha gul berdim. Pul berdingiz. Jannatni onamni yozdirib berdim. 330 mingga oldim risvidan. Siz sabab bilanmi yoki besabab berdingizmi? Yo, kecha oylik tushdi-da. O'shaning uchun oylik tushganda berganman. Shunaqa. Нужно уважать маму, любить и всегда хорошо относиться. Ценить. Ценить маму. Надо всегда помогать маме. Подарок? Подарок я ей дарю цветы. Да, я тоже дарю цветы. Открытки всякие разные цветы тоже. Endi yaxshilik deb hisoblamayman, обязанность, majburiyat. Yo, mashina berganmiz, обязанность deb hisoblayman. Ya'ni yaqinda masalan to'y qildik, o'shanda o'sha ko'ylaklarni hammasiga to'lab berdim. Bu majburiyatim, hech qanday yaxshilik emas. Shu.